Mana navbatdagi murojaat bo'yicha qayerda beroqqa nima? Quyliqdan o'tgandan keyin Food City oltin topgan ekan. Oltin topgan mahallasiga kelganmiz. Quyliqdan o'tgan joyda. Qayerda? Bektemir tumani ekan. Mana Aristonimiz. Necha yil bo'lgan bunga? Mana ko'rsatib qo'ying, yaqinroq olib kelib turib. 6 yildan ko'p bo'lgan, qizdirmay qolgan mana. Buni qarang ahvolni. To'lib ketgan, hali ham chappa qilganda tushib ketdi. Bu aristonlar o'zi zo'r aristonlar. Vaqtida tozalab tursa 20 yil, 30 yil ishlaydigan aristonlar. Lekin ichkarida mana shunday ahvolib tendi ham chiritib qo'ygandan keyin tendi teshib qo'ysa to'kiryapti deydi. Tagidan suv oqib keldi deydi. O'shanaqa holatlar bo'ladi. Elektr energiyani ham 2 barobar, 3 barobar yeyishni boshlaydi. Mana bu ustida nakib bilan to'la turgandan keyin. Magnanoti butun turgan ekan mana bunda. Magnanoti butun. Demak, stenasi yaxshi turibdi. O'sha narsalar aytiladi. Mana bular hammasi nakib, bunday qilsa juda olinadi. Salomat bo'lasizlar. Toshkent bo'ylab kimga shunday Ariston, Duq kontur, katellar xizmatlari kerak bo'lsa, Aristonni tozalash, remont qilish o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xudo xolasa tez kunda Qashqadaryo bo'ylab ham shogirdimiz bor, xizmat qilib beradi. Mana operator shogirdimiz tayyorlayapmiz. Qashqadaryodagi klientlarimiz uchun asobiy shogird tayyorlayapman. Jo'natib qo'yasizlar Qashqadaryolik tanishlarga. Salomat bo'ling.